Assalomu alaykum. Meni ismim Yulduz, Chinozdanman. Tabibim tabiat klinikasiga keldim. Hozir tekshirishdi. Tekshirishganda bularni osteopatmi dedilar, nima mutaxassislari ko'rishdi, ko'rdilar. Oyog'imda kontraktura bor. Deyarli 18 yildan beri shu holatdaman, yurolmayman, lekin reflektorlar yaxshi ishlaydi. Nervlar bor, sezgilar bor. Prosta yurolmayman, oyog'im qotib qolganligi sababli. Deyarli chet ellik doktorlarga ham ko'rindim. Ular ilojisiz deyishdi. Tizzamni kesib tashlab, orqadan kesib tashlab, payini tekislab ulab qo'yamiz deyishdi. Ikki oyoq qilib qo'yamiz deyishdi. Qildirmaganman men buni. Bu yoqqa keldim. Ular tekshirishda aytishdiki, bitta atlanta o'sha nimalar orqa miya qisib qolishi, mushaklar, paylar qisib qolishi sababli bo'lgan nervdan, stressdan deyishdi. Iloji bor, umid berishdi. Ilojisi bor ekan. Qancha vaqtda? 1 oyda. Bir oyda yurib ketasiz. Mashalloh. Ukam bor ekan. Bu juda ham katta umid va juda ham katta ishonch. O'zlariga ishonch bo'lsa bunday demas edi. Mana shunday tashxisni sizga oldin ham qo'yishganmi? 1 yil oldin qo'yishdi. Kinesiologiya yo'nalishi bo'yicha, metodikasi bo'yicha qo'yishdi. Ularda lechini olib yurdim. Yurdingizmi? Harakat ancha o'zgarish bo'ldi. Ancha o'zgarish bo'ldi. Hali ham nazorat ularga borib turaman. Oyda 1-2 marta. Aravasiz yura oldingizmi o'sha muolajadan keyin? Yo'q. Lekin hozir bular yurasan deyishyapti. Yurasan dedilar. Tizzani qotib qolishi tizzani o'zida emas, bu o'sha bu oqibati, o'sha sababi emas, sababi boshqa yoqda bo'lyapti. Eng muhimi shu, tizzaga urg'u berish kerak emas, boshqa qarash kerak. Lekin siz davolanish mobaynida faqat vrachlar tizzaga urg'u bergan, Tizzaga ko'p, tizzaga sabab chiqib ketib, jabrlanuvchiga. Shunaqa. Hozir ko'nglingizdan nima kechyapti, Yulduz xonim? Ko'nglimdan umid bor. Yashayapmiz. Demak, umid bor degani. Bemalol yurib keta olaman degan ishonch paydo bo'ldimi? U bor, alhamdulillah, bor, ishonch bor. Inshaalloh. Azizlar, tabibim tabiat salomatlik markaziga Chinozdan kelgan mana shu qizga bu yerdagi mutaxassislar shu qadar katta umid berishdiki, inshaalloh 30 ta muolajadan so'ng mana shu qizning yurayotganini sizga syomka qilib tashlash nasib qilsin. Allohdan shuni so'raymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sog' bo'ling.